Sizga bitta savol: nega NASA zamonaviy fizikaning asoslarini Beruniy bobomizning formulalari asosiga qurilganligini butun dunyodan yashirmoqda? Hozir men sizga insoniyat tarixidagi eng katta o'g'irlik haqida gapirib beraman. Tayyormisiz? Unda eshiting. Bobomiz yerning dimoqligini isbotlab bergan vaqtda Yevropada buni aytganlarni gulxanda yoqishardi. Kolumb Amerikani kashf qilishdan 500 yil oldin Beruniy bobomiz uni xaritasini chizib bo'lgan edi. Kolumb esa shunchaki Amerikani kashf qilgan turist edi. Isak Nyuton yerning tortish qonunini yozishidan 700 yil oldin Beruniy bobomiz yerning tortish kuchini hisoblagan. U kishi 1000 yil oldin vaqtni nisbiy tushuncha ekanligini asoslab bergan vaqtda Yevropa olimlari yerni tekis deb o'ylab yurishardi. Hattoki u kishi 75 yoshida ham so'nggi nafasda bir matematik misolni yechishga uringan. Eng yaqin do'sti yig'lab turib, "Hozir ilm o'rganadigan vaqtmi?" deganda nima degan bilasizmi? "G'ofil bo'lib ketgandan ko'ra bilib o'lgan afzal emasmi?" deb javob bergan. Xorazm diyorlaridan chiqqan o'zbek farzandi o'tmishga adashib tushib qolgan kelajak odami edi.